Tinglovchilar, agar YouTube kanalimizdagi barcha hikoyalarni eshitib bo'lib, yangi hikoya qachon chiqadi deb sabrsizlik bilan kutayotgan bo'lsangiz, siz uchun maxsus taklifim bor. Agar YouTube'ga hali chiqmagan yoki siz eshitmagan yangi hikoyalarni birinchilardan bo'lib tinglamoqchi bo'lsangiz, sizni Telegramdagi maxfiy VIP yopiq kanalimizga taklif qilaman. Bu kanalda siz kutayotgan ayrim hikoyalarning davomi allaqachon yuklangan. Hozirning o'zida maxfiy VIP kanalimizda quyidagilar bor. Qotillikning so'nggi kuni 4-qism. Yangi yil kechasidagi qotillik 2-qism. Shuningdek, tog'dagi kulba, qishloqda paydo bo'lgan g'alati qorbobolar, qishloq chetidagi maktab haqidagi qo'rqinchli hikoyalarimiz bor. Obuna narxi 45 ming so'm va eng muhimi bu bir martalik obuna. Keyingi oy sizdan yana to'lov talab qilinmaydi. Bu maxfiy VIP kanalni ochishimizdan maqsad ortimizda turgan kichkina jamoamizni qisman qo'llab-quvvatlash va sizga yanada kuchli, sifatli, yangi darajadagi hikoyalarni ko'proq taqdim etish. Yana bir gap, bu kanal faqat O'zbekiston uchunmi deb o'ylamang. Bizni Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya va boshqa davlatlardagi tinglovchilarimiz ham muntazam kuzatib borishadi. Obuna bo'lish juda oson. Hozir ekraningizda ko'rinib turgan asosiy kanalimizga o'ting va shaxsan menga yozing. Men sizni darhol maxfiy VIP kanalga qo'shib qo'yaman. Asosiy kanal manzilini ekraningizda, video ostida yoki kommentariyadan topasiz. Rahmat. Ana endi keling, hikoyamizni boshlaymiz. Unutilgan gunoh. Ushbu hikoya Telegramdagi Moy chechagim hikoyalari nomli kanaldan olindi. Muallif Jamshedova Farzona. Qishloq hayoti tinch va sokin. Lekin u yerdagi qizlar shaharlik olifta qizlarni ko'rib, bizda erkinlik yo'q deb nolishar. Chang bosgan qishloqdan tezroq qutulib, shaharga borishni orzu qilib yashashardi. Shundaylardan biri Madina. Ertalabdan yana shaharga ketish mavzusini ochdi. Qizim, o'zi akang armiyadan kelishiga bir oygina vaqt qoldi. Sabr qil, keyin hammamiz birga ketamiz shaharga yoki akang bilan seni jo'nataman. Oyi, axir nega tushunmaysiz? Akam kelgunicha men yo'l yo'riqni o'rganaman. Tayyorlov kurslariga borib o'qishga tayyorlanaman. Hatto o'zim ishlayman ham. Jon qizim, qiz bola yolg'iz boshiga katta shaharda nima qiladi? Biroz sabr qil. Menga quloq sol bolam. Oyi, gap tamom. Men ketaman dedimmi, ketaman. Undan ko'ra yaxshi niyatlar qilib duo bering. Qizim, ko'nglim bir nimani sezyapti-da. Jon bolam, borma o'sha shaharingga. Oyi, iltimos menga ishoning. 2 soatlik tortishuvlardan so'ng nihoyat Ravziya aya qiziga shaharga borishga ruxsat berdi. Madina butun qishloq qizlariga maqtanib shaharga borishini aytdi. Keyin uyga kelib, ketishga tayyorlandi. Kechqurun kiyimlarni yig'gach, choy damlab onasining oldiga kirdi. Birga televizor tomosha qilib o'tirishar ekan, Ravziya aya qo'lidagi ro'molchaga o'ralgan tillalarni qiziga uzatdi. "Bu nima oyijon?" Madina hayron so'radi. "Bolam, shaharga borib sotasan, ish topguningcha kam ko'stingga ishlatasan." Madina jilmayib onasini bag'riga bosdi. "Rahmat oyijon, ishonchingizni albatta oqlayman. Mana ko'rasiz, men albatta yurist bo'laman. Keyin sizga bu tillalar o'rnida bulardan ham qimmatlarini sovg'a qilaman. Ilohim qizim, Allohim barcha niyatlaringga yetkazsin." Madina ertalab onasi bilan xayrlashgach, taksiga o'tirib shahar tomon yo'l oldi. Aqlida turfa o'ylar, orzulari bo'ydan baland. Taksidan shahargacha kelgach, mashinadan tushdi. Kelishidan oldin 3 ta qiz bilan birga yashash uchun bir kvartirani kelishib qo'ygandi. O'sha yerga bordi. Kvartiradagi qizlar Madinani yaxshi kutib olishdi. Madina uyga borib joylashgach, darrov onasiga qo'ng'iroq qilib shaharga yetib kelganini aytdi. Keyin qizlar bilan ish masalasi haqida gaplashdi. Afsuski sen hali 18 ga to'lmagansan. Ko'p joylar seni ishga olmaydi. Qizlarning kattasi Nigina shunday dedi. Nega bunday deysan?
Do'konlarda sotuvchi bo'lib ishlasa bo'ladi. Men 16 yoshda edim. Ishga olishgandi-ku. Qo'shimcha qildi Sevara. Sevara, menga ham ish topishda yordamlashing. Xo'p, men boshlig'imga aytib ko'raman. Yo'q demasa kerak. Sen o'qishingni hal qil. Qayerga borasan? Tayyorlov kursiga. Qishloqdan kelishimdan oldin gaplashgandim. Hammasi hal. Faqat ish masalasi qoldi. O'ylama, bu ham albatta hal. Sevara jilmayib shunday deb xonadan chiqib ketdi. Keyin boshlig'iga qo'ng'iroq qilib gaplashdi. Sevara birozdan keyin ichkarida dars qilib o'tirgan qizlarning yoniga kelib gap boshladi. Madinaning ishi hal. Qizlar baqir-chaqir qilib qarsak chalishdi. Madina bu muhitga birinchi marta tushib qolgani uchun ancha hayratlandi. Hayron qolma, biz shunaqamiz. Opa-singillardan ham yaqin. Endi sen ham biz bilansan. Madina ertasi kuniyoq ishga chiqdi. Ayollar kiyim do'koniga sotuvchi bo'lib ishlay boshladi. Madina qaddi qomati chiroyli, uzun sochlari o'ziga yarashib turadigan qiz bo'lgani uchun odamlar e'tiboriga tez tushardi. Shuning uchun iloji boricha yasanmaslikka va odamlar ko'ziga ko'rinmaslikka harakat qilardi. Doimgidek ertalabdan ishga bordi. Kech qolayotgani uchun shoshib ichkariga kirarkan, ishxonadan chiqayotgan baland bo'yli bir erkakka urilib ketdi. Uzr, e'tiborsiz shunday dedi-yu eshik tomon yurdi. Lekin erkak uning bilagidan ushlab o'ziga tortdi. Faqat uzrmi? So'radi qizning yuziga yaqin kelib. Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring, qo'lim og'riyapti. Seni deb ustimga energetik to'kildi. Endi nima qilsam ekan? Uzr dedim-ku, janob. Uzr bilan ish bitmaydi. Kimligimni bilasanmi, qizaloq? Kim bo'lsang ham o'zingga. Yo'qol bu yerdan, qo'yib yubor qo'limni. Madina shunday dedi-yu amallab erkakning qo'lidan chiqib ichkariga kirdi. Tashqarida uning ortidan qarab turgan erkak tishlarini g'ichirlatib gapirdi. Juda mag'rur qiz ekan. Bunaqalarni egdirish menga juda yoqadi. Gapining oxirida iblischa jilmayib qayta ichkariga kirdi. Keyin to'g'ri xonasiga bordi. Menga shu filialda ishlaydigan yangi qizni chaqirib yubor. Kirish oldi kassirga shunday dedi. Keyin xonasiga kirib kreslosiga o'tirgancha Madinaning kelishini kutdi. Madina ish kiyimini kiyib, kiyinish xonasidan chiqarkan, kassada o'tirgan Zarina uni oldiga chaqirdi. Labbay opa, boshliq Habib Shahriyorovich seni xonalarda kutyaptilar. Nimanidir xato qildimmi? Madina xavotiri bilan so'radi. Bilmasam, borsang bilasan bunisini. Madina bosh irg'ib boshlig'ining oldiga bordi. Ichkariga kirib ko'zini yerdan uzmay salom berdi. Xush kelibsiz xonim. Habib ayyorona jilmayib o'rnidan turdi. Madina qarshisida turgan boshlig'iga qaradi-yu hayratdan qotib qoldi. Sen, ya'ni siz? Ha, menman. Haligi kechirasiz. Madina uyalgancha yana bosh egdi. Habib unga mayda qadamlar bilan yaqinlashib qizning iyagini ushlab boshini ko'tardi. Nega boshingni egasan? Uyaladigan ish bo'lmadi. Madinaning yuragi dukullab ura boshladi. Nafas olishi tezlashar, Habibning ko'zlariga qarasa, ichida nimadir biz etgandek bo'layotgandi. Darhol orqaga chekindi. Janob, chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqirdim. Menda nimadir ishingiz bormi? Kechqurun vaqting bormi? Aylanardik. Madinaning ko'zlari katta-katta ochildi. Men bilanmi? Ha, sen bilan. Yo'q. Yo'q deyishga shoshilma. Bugun bo'lmasa ertaga. Sen avval yaxshilab o'ylab ko'r. Habib ayyorona jilmayib shunday dedi. Uning yoqimtoy jilmayishi qizni butkul eritgandi. Ketma derdim-u, lekin majburman. Mayli, ishingga boraver. Madina Habibning bu gapidan keyin battar hayajonlana boshladi. Darrov Habibning xonasidan chiqdi. Eshikni yoparkan, otilib chiqay deb urayotgan yuragining ovozini eshitdi. Keyin qo'lini ko'ksiga qo'yib jilmaydi. Meni sevib qoldimikin? Madina ishi tugagach, boshlig'iga ro'baro kelmaslik uchun shoshib chiqib ketdi. Darrov avtobusga minib uyiga keldi. Ovqatlanib bo'lishgach, qizlarga bo'lgan voqeani aytib berdi. U odam emas, Madina. Qizlarga suyagi yo'q uni. Sevara boshlig'ini yomonlay boshladi. Balki rostdan. Yo'q, u sevib qolmaydi. Faqat bir maqsadda foydalanadi qizlardan. Sevar, balki rostdan yoqtirib qolgandir. Qara oydagina qiz bo'lsa, Nigina qo'shimcha qildi. Men bilmasam gapirmayman-ku. Menga qara Madina, sen u haqida unut. U boy bo'lishiga qaramay juda iflos va yomon odam. Shunday ekan, boyligi yoki ikki og'iz shirin so'ziga uchma. Undan ko'ra o'qi. Sen hozir faqat o'qishing kerak. Madina jilmayib xo'p dedi. Lekin ichida nimadir bu gaplarga qarshi bosh ko'targandek edi. Ertalabdan doimgidek ishga bordi.
Bu safar biroz ertaroq borib qolganini payqadi. Keyin boshqalar kelgunicha kiyimlarni taxlashni boshladi. Madina qulog'iga urilgan issiq nafasdan bir cho'chib tushdi-yu ortiga qaradi. Habib kelgan ekan. Assalomu alaykum. Buncha qo'rqasan? Kuldi Habib. Haligi birdan xullas bo'ldi, baribir gapira olmaysan. Ishingni qilaver. Uzr kechirasiz, men ketishim kerak. Madina boshini egib ketarkan, Habib uning bilagidan ushlab o'ziga tortdi. Nega mendan qochyapsan? Qo'yib yuboring. Savolimga javob ber. Chunki shuni istayapman. Qo'yib yuboring. Habib qizni qo'yib yubordi. Bugun kechga yangi tovarlar keladi. O'shalarni tekshirib olib kirgani men bilan borasan. Nega men? Chunki men shuni istayapman. Xo'p. Madina qoqilib shoshilib Habibning yonidan uzoqlashdi. Madina qizlarga uyga kech borishini aytib ishdan chiqdi. Eshik oldida Habibni kutarkan, nihoyat u ham keldi. Kuttirib qo'ymadimmi? Tezroq bo'laylik janob, uyga borishim kerak. Darslarim ko'p. Xo'p, o'tir mashinaga. Madina boshini ekkancha mashinaga o'tirdi. Yo'lda ketisharkan, Habib tomoq qirib gap boshladi. Ochmisan? Yo'q. Buni ol. Hech bo'lmasa suv ich. Habib shunday deb qo'lidagi suvni Madinaga uzatdi. Madina rostdan chanqab turgani uchun suvni olib icha boshladi. Rahmat. Mashina shahar chetidagi bir uy oldiga to'xtadi. Madina ancha o'zidan ketgan. Alkogol ichmadi, lekin xuddi mast kimsalardek harakat qilardi. Amir ayyorona jilmayib mashinadan tushdi. Keyin orqa o'rindiqqa o'tirgan Madinani ham ko'tarib tushdi. "Oh, sizni ikkita ko'ryapman." Kuldi qiz Habibning yoqasiga yopishib. Habib qizni uyga olib kirdi-yu yotoqqa otdi. Keyin xonada turgan viskoni olib ochdi. Ikkita qadahga to'ldirib quydi. "Ol, ichamiz." Birini Madinaga uzatib shunday dedi. "Ichsak ichaveramiz." Madina telbalardek kulib qadahni oldi. Keyin bir deganda hammasini ko'tarib ichdi. Bunchalar achchiq bo'lmasa, lekin ichdim. Endi men seni ichishni xohlayman. Erkak shunday deb qizga yaqinlasha boshladi. Madina tongda uyg'onganida kiyimlari tartibsiz, har yonga sochilib yotgandi. Og'zi qurib ketgan, tomog'ida achishish bor. Yigit esa burchakda o'tirib, qo'llariga tikilib qolgandi. "Hech narsa bo'lmadi-ya?" Madina yopinchiqqa o'rangancha yig'lab zo'rg'a so'radi. "Shunchaki birga lazzatlandik. Men qanday kelib bu yerga kelib qoldim? Sen meni ishdan olding, keyin suv berding, keyin..." Madina qancha harakat qilmasin qolganini esla olmadi. "Iflos, sen meni nima qilding?" "Men nima qildim?" Yig'lab sochlarini to'zg'itib tashladi. Keyin darhol o'rnidan turib egnini to'g'irladi. "Hammasiga javob berasan, hammasini aytaman. Sen meni hayotimni barbod qilding." Gaplarini tugatib eshik tomon borarkan, Habib uning yo'lini to'sdi. "Nimani aytasan jonim? Kimga aytasan? Yo'limdan qoch, iflos." Habibni itarib chiqib ketishga harakat qilarkan, Habib qizni siltab tashladi. Madina kichik jussali bo'lgani uchun avvaliga u muvozanatni yo'qotib yerga yiqildi. Tilidan chiqqan oxirgi so'zi shu bo'ldi. Keyin ko'zlari yumildi. Habib qo'rqib uning yoniga keldi va egilib qaradi. "Axir, yomon yiqilmading-ku, ko'zlaringni och." Shunday deb qizning yuziga yengil urarkan, temir tumbuchka burchagidagi qonni ko'rib joyida muzladi. "Jin ursin, endi nima qilaman?" Habib qo'rquv bilan nima qilarini bilmay qoldi. Keyin Madinani turg'izishga urindi. "Shifoxonaga olib bora olmayman. Keyin meni qamashlari mumkin." Hovliga chiqdi. Bog'da turgan belkurakni olib yerni kovlay boshladi. Qo'rquv bilan atrofga qarab tezlik bilan chuqur qazidi. Keyin ichkarida hushsiz yotgan qizni olib chiqib,
chuqurga ko'mdi. Uyining ichini tozalab darrov u yerdan uzoqlashdi. Habib o'sha kundan keyin butkul halovatini yo'qotdi. Ishxonaga kelib darhol kamera yozuvlarini o'chirdi. Keyin Madina ishdan tushlik payti chiqib ketganini va boshqa ko'rmaganini aytdi. Ravziya opa qizining bedarak yo'qolganini bilgach adoyi tamom bo'lgandi. Madinaning akasi singlisini izlashga tushdi, lekin hech qanday iz topolmadi. Oxiri taslim bo'lishdi. Qishloqda janoza o'tkazildi. Bo'lib o'tgan bu mavhum voqeaga ham mana 2 yildan oshibdi. Habib doimgidek ishga yo'l oldi. Yo'lda ketarkan, to'satdan bir qiz mashina oldidan chiqib qoldi. Darhol tormozni bosdi. Qizni urib ketishga bir vaqt qoldi. Mashina to'xtagach chuqur nafas olib mashinadan tushdi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Uzr, men shoshayotgandim. Qiz shunday degancha yo'ldan o'tib ketdi. Habib qizning shahlo ko'zlariga qaradi-yu, erib qoldi. Uning ortidan termulib, qizga qiziqib qoldi. Keyin darrov ketidan kuzatishni boshladi. 3-4 kun qizni kuzatgach, yana o'zini namoyon qildi. Uni qarshisida ko'rgan qiz hayron qoldi. Siz? Ha, men. Nega bu yerdasiz? Bu yerni sotib olganmisiz, yaxshi qiz? Yo'q, shunchaki bu universitetda sizni avval ko'rmaganman. Siz uchun keldim. Men uchun? Qiz hayron so'radi. Ha, bugun uyingizga sovchilar boradi. Shuni aytib qo'yay dedim. Siz menga yoqib qoldingiz. Erkakning bu gaplaridan keyin qizning yuzlari qizarib ketdi. Ismingizni bilmayman, lekin manzilingizni bilib oldim. Balki ismingizni ham aytarsiz. Ismim Madina. Habib bu gapni eshitgach muzlab qoldi. Madina? Ha? Sen... Habibning rangi oqarib ketdi. O'sha 2 yil oldingi voqeani esladi. Xo'y, yaxshimisiz? Haliga uzr, men uyga borishim kerak. Madina shoshib uning yonidan uzoqlashdi. O'sha kundan keyin Habib unutgan gunohini esladi. Nafsini qondirgandan keyin qo'rqib o'ldirgan qizini esladi. Tiriklay ko'mgan orzulari osmon qizni esladi. Qancha urinmasin, sevib qolgan qizidan kech olmadi. 3 marta yuborilgan sovchilardan keyin Madinaning uydagilariga Habibga rozilik berishdi. To'y 2 oy ichida bo'lib ketdi. Habibning ko'ngli ancha xotirjam. Nihoyat sevgan ayoliga uylandi. Kechqurun xotinining yoniga kirarkan, yuzlari baxtdan porlardi. Qizning yuzini yopib turgan ro'molini ko'tardi. Nihoyat meniki bo'lding. Jilmayib shunday dedi. Madina uyalgancha ko'zini yerdan uzmay o'tirdi. Habib ertalab uyg'onarkan, bag'rida quchib yotgan jufti haloliga qaradi. Madinaning yuzlaridan o'pib qo'yib, o'rnidan turdi. Keyin yuvinish xonasiga kirib ketdi. Qaytib chiqqanida xotini uyg'onib allaqachon kelinlik vazifalarini qilish uchun xonadan chiqib ketgandi. Habib ham ayolining ketidan chiqdi. "Madi, nima qilyapsan?" Qiziga yaqinlasharkan so'radi. Madina Habibga qaradi. "Supuryapman, Habib. Bitta bag'rimga bosay, yo'qolingga uyatsiz, hozir kimdir ko'rib qoladi." "Nima qilibdi? Axir endi xotinimsan-ku. Habib, boring, uyga kira qoling." Erkak hafsalasiz xonasiga kirdi. Hamma oila a'zolari o'tirib dasturxon atrofida tamaddi qilisharkan, uyning kattasi Shahriyor amaki gap boshladi. "Habib, ertaga o'zingizni uyingizga ko'chish ishlarini boshla." "Shunchalik tezmi, dada?" "Ha, o'g'lim, bilasan-ku. Xo'p. Shahriyor amakining 4 ta o'g'li bor. Habib 3-chisi, lekin ancha erkatoy. Habibdan oldingi akalari ham uylanib alohida chiqishgan. Endi navbat Habibga edi. 2 kun ichida Habib ayoli bilan yangi uyga ko'chib o'tdi. Lekin yangi uydagi ilk kechadan hammasi o'ta darajada g'alati tus ola boshladi. Habib pishillab uxlab yotgan xotinining sochlarini silab o'tirarkan, xonadagi yuvinish xonasidan
tomchilayotgan suvning ovozi kela boshladi. Habib biroz eshitib turdi, lekin rostdan ham tomchilayotgan suvning ovoziga o'xshardi. Keyin o'rnidan turib yuvinish xonasiga kirdi. Ammo hech qanaqa suv yo'q. Hamma yer quruq. Rakvina ham. Hayron bo'lib oynaga qaradi. Boyagina top-toza turgan oynada qo'l izlari paydo bo'lgan. Bu nimasi? Dedi erkak hayrat bilan. Keyin chiroqni o'chirib yuvinish xonasidan chiqdi. Qayta borib joyiga yotdi. Endi ko'z ilinishni boshlaganida yana tomchilayotgan suvning ovozi eshitildi. Sabri to'lgan Habib Madinani uyg'otdi. Madina uyg'on. Qizni yelkasiga yengil urib uyg'otarkan, qulog'iga pichirlagan ovozlar eshitildi. Habib biroz qo'rquvni his qilib ovozini balandroq chiqardi. Madi? Uxlab yotgan Madina bir uchib o'rnidan turdi. Ha, labbay, nima deysiz? Qara, sen ham tomchilayotgan suvning ovozini eshityapsanmi? Bir onlik sukut. Lekin hamma yer jimjit. Hatto Habib ham tomchilayotgan suvning ovozini eshitmayotgandi. Habib, yomon tush ko'rdingizmi? Madina hayron so'radi. Bilmayman. Bo'ldi, yaxshi kel, uxlaylik. Madinani bag'riga oldi-yu, qayta ko'zlarini yumdi. Ammo aqlidagi qo'rquvni yenga olmadi. Habib ertalab uyg'otgich budilnikning ovozida istamasada uyg'ondi. Amallab o'rnidan turib yuvinish xonasiga bordi. Yuz qo'lini yuvib oynaga qaradi. Kechagi izlardan asar ham yo'q. Oyna top-toza, yarqirab turibdi. Bu qanday? Balki uyqusiragandirman. Sevgilim, keling, nonushta tayyor. Madinaning yoqimli ovozi eshitildi. Habib aqlidagi yomon o'ylarni chiqarib tashladi-yu, oshxona tomon bordi. Birga nonushta qilisharkan, Habib Madinaga termulib o'tirdi. Birdan uning ortida 2 yil oldin o'z qo'llari bilan ko'mgan Madina paydo bo'ldi. Madi qoch. Ortingda. Habib baqirib xotinining qo'lidan tortib orqasiga olib yashirdi. Nima bo'ldi, Habib? Nega baqirasiz? Nimalar qilyapsiz? Habib xotinini eshitmasdi. Unga qarab turgan, yuzi qonga belangan, o'lgan, o'zi o'ldirgan Madinaga tikilib qolgandi. Yar, bu shunchaki ko'zimga ko'rinyapti. Nega kelding? Yo'qol bu yerdan, yo'qol. Titrab zo'rg'a so'radi. Unutgan gunohingni eslatish uchun. Habibning qulog'iga bu so'zlar muz kabi kirdi-yu, ichini muzlatdi. Bir zumga ko'zlar yumildi. O'ziga kelganida atrofida shifokor va akalari o'tirgandi. Nima bo'ldi menga? Habib zo'rg'a gapirdi. Sendan so'rashimiz kerak. Nima bo'ldi? Nega alahsirading? Men alahsiramadim. Habib, rostdan oshxonada sizga nimadir bo'ldi. O'zingiz baqir-chaqir qilib urishdingiz, alahsirab. Men juda qo'rqdim. Chetda o'tirgan Madina yig'lab shunday dedi. Habib o'rnidan turib, shifokordan unga nima bo'lganini so'radi, lekin tayinli javob ola olmadi. Keyin uydagilarni kuzatib ichkariga kirdi. Yaxshimisan? Ayolining yuzini 2 kaftlari orasiga olib so'radi. Siz yaxshimisiz? Hammasi joyida. Bo'ldi, endi tur. O'rningdan yig'lama. Habib o'zini hech narsa bo'lmagandek tutishga urinsa-da, o'z o'ylari uni butunlayga yeb bitirgandi. U o'lmadimi? Men rostdan ham uni ko'rdimmi? Endi u meni tinch qo'ymasa-ya? Bu savolning javobini o'ylasa ichi yonardi. O'sha qotillikni qilganida undan keyingi boshlang'ich kunlarda ham sezmagan qo'rquvni endi his qila boshlagandi. O'shandan keyin ularning kuni tinch va osoyishta o'tdi. Lekin kechasi yana hammasi qaytadan boshlandi. Tun qoq yarmiga kelgan, lekin Habib hali ham uxla olmayapti. Derazalar yopiq, xona jimjit. Birdan Habibning dimog'iga o'sha kungi nam tuproqning hidi tarala boshladi. Ha, aynan o'sha kun Habib bir zumda esladi. Esladi-yu, tanasi titrab ketdi. O'sha yomg'irli kundagi belkurak bilan kovlangan qabrdan chiqqan ifor. Yana suvning tomchilayotgan ovozi eshitila boshladi.
Habib biroz jim turdi. Keyin toqatsizlanib o'rnidan turdi. Yana yuvinish xonasiga borib qaradi. Hamma yer quruq, jo'mraklar ham ochilmagan. Lekin bu safar ovoz tinmadi. Habib chuqur nafas olib, hammomdagi oynaga qaradi. Bir zum o'ziga qarab turdi-yu, ortidan paydo bo'lgan soyani ko'rib joydan jilolmay qoldi. Qiz unga oqargan va qontalash yuzi bilan qarab turardi, lekin jilmagancha. Sen nega kelding? Habib past ovozda zo'rg'a so'radi. Sen faqat meni o'ldirmading. Men bilan birga o'zingni ham o'ldirding. Qulog'i ostida shivirlab aytilgan bu gaplardan keyin Habibning rangi murdadek oqarib ketdi. Sen yo'qsan. Bu shunchaki xayolot. Seni ko'zimga ko'rinyapsan. La'nati. O'z yuziga urib bu gaplarni aytardi. Ko'mayotganingda tirikligimni bilarding. Yana bir muzlatuvchi shivirlash va sovuq tabassum. Habib orqaga o'girildi. Lekin endi yonida hech kim yo'q. Yuzini sovuq suvda yuvdi-yu, qaytib chiqib joyiga yotdi. Habib kech uxlaganiga qaramay ertalab erta uyg'ondi. Xonaning derazasi ochilib qolgan. Shamol sabab desa bo'lmaydi. Chunki bu derazalar shamol sabab ochilishi imkonsiz. Iloji boricha yaxshi narsalarni o'ylashga harakat qildi. Keyin o'rnidan turib o'zini nonushta tayyorladi. Ertalab chiroyli dasturxonni tuzagach, Madinani uyg'otish uchun xonasiga qaytdi. Madina tursangchi uyquchi. Madi, qulog'iga yana o'sha sovuq ovoz eshitildi. Ha? Habib darhol yon atrofiga qaradi va sekin kuzatdi. Hech kim yo'q. Keyin qayta Madinani uyg'otdi. Qiz inchiqlanib ko'zlarini g'ira-shira ochdi. Tur uyquchi. Axir soat tavba endi 7 bo'ldi-ku. Sizga nima bo'lyapti, Habib? O'zi kechasi uxladingizmi? Madina erining ustidan kulgandek qilib so'radi. Habib bu savoldan gangib qoldi. Ha, uxladim. Sen uchun ertaroq turib nonushta tayyorladim. Yursangchi endi. Xo'p, hozir boraman. Madina o'rnidan turib yuvinish xonasiga kirib ketdi. Habib oshxonaga chiqdi. Birga chiroyli nonushta qilishgach, Habib tomoq qirib gap boshladi. Balki sayohatga chiqarmiz. Rostdanmi? Rost gapiryapsizmi? Madinaning ko'zlari chaqnab ketdi. Ha, rostdan. Chiqaylik Habib, bugunoq ketaylik. Xo'p hayotim, men hujjatlarni hal qilay, ketamiz. O'qishga borasanmi? Ha, unda tezlash. Seni o'qishga olib borib qo'yaman. O'zim esa ishga boraman. Xo'p bo'ladi. Madina shunday deb, yuziga duo tortib dasturxondan turib ketdi. Madina o'rnidan turib ketishi bilanoq uning ortida yana o'sha sovuq sharpa paydo bo'lib qoldi. Habib bu safar ancha odatlangandek unga qarab turdi. Qochib xato qilyapsan. Xato. Sovuq ohangda shu gaplarni aytdi-yu, yana ko'zdan g'oyib bo'ldi. Keyin xonadan Madinaning qichqirig'i eshitildi-yu, cho'chib tushdi. Habib xavotir bilan yugurib xonaga bordi. Nima bo'ldi, Madina? Qizning yelkasidan tutib, xavotir bilan so'radi. Qon, taxlab qo'ygan kiyimlarim orasidan futbolkamni oldim. Qonga belangan ekan. Kiyimimning ichidan o'lgan kalamush chiqib qoldi. Yerda yotgan kiyimiga ishora qilib yig'lab gapirdi. Ish bo'ldi, qo'rqma, hammasi joyida. Axir ba'zi uylarda bo'ladi-ku. Bugunoq tozalovchilarni chaqiramiz. Endi tayyorlan, tezroq ketaylik, kech qolyapmiz. Ishdan keyin Habib uyga keldi. Qo'lida dastagul va shirinliklar. Habib ichkariga kirdi. Uyni ovqatning yoqimli hidi egallagan. Mening dunyolar go'zali bo'lmish sevgilim nimalar qilyapti? Oshxona eshigidan bosh suqib jilmayib shunday dedi. Madina ortiga burilib eriga qaradi. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Bo'ling, ovqat tayyor, suzaman. Bular senga. Ortida yashirib turgan gullar va shirinliklarni chiqarib Madinaga uzatib shunday dedi. Qizning ko'zlari porlab ketdi. Voy, rahmat. Juda xursand qildingiz. Habib ayolining peshonasidan o'pib qo'ydi. Keyin xonasiga kirib kiyimlarini almashtirib chiqdi. Birga taomlanishgach, shahar aylanish uchun qaytib ko'chaga chiqishdi. Habib ayolining qo'llaridan mahkam ushlab olgan, bu qo'llarni hech qo'yib yubormay yurdi. Chunki qalbida qandaydir xavotir bor edi. Xuddi bir nima bo'ladi-yu, uning gunohlarini
tovonini sevgan yori to'laydigandek. Habib, qo'limni qo'yib yuborsangizchi? Nega? Muzqaymoqni bemalol yerdim. O'zim yedirib qo'yaman, kel. Qo'yib yuboring qo'limni, xo'p. Bir qo'l bilan qanday qilib? Madina kulib gapirardi, lekin Habibdagi xavotir hali ham tarqalmagan. Yana biroz tashqarini aylanishdi-yu, uyga yo'l olishdi. Habib mashinaga o'tirar ekan, yana o'sha tuproq hidi dimog'iga urildi. Madinaning qo'llaridan mahkam ushlab oldi. Habib, rostdan yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Qo'limni qo'yib yuborma. Shunday deb mashinani yurg'iza boshladi. Uyga qaytishgach, Madina charchagani uchun tezda uxlab qoldi. Habib uxlolmasligini bilib ko'zlarini yummay jim o'tirdi. Lekin bu safar hamma yer yana odatdagidek jimjit. Balki o'tib ketgandir deb ko'zlarini yumib xotirjam yotdi. Habib tungi baqir-chaqirdan ko'zlarini ochdi. Madinaning ruhi Habibning ayolini sochini sillab o'tirgandi. Habib gapirishga urinar, lekin ovozi chiqmasdi. Xotini dir-dir titrab yig'lardi. Nega bunday qildingiz, Habib? Nega bunday gunoh qildingiz? Xotinining bu savoliga javob berishga qancha urinmasin, gapira olmay qolgandi. Men ham xuddi shunday yig'lagandim, lekin seni eshitmading. Arvoh shunday deb shivirlab qo'rqinchli jilmaydi. Keyin Madinani tobora qattiq bo'g'a boshladi. Yo'q! Habib baqirib o'rnidan turdi. Tush ekan. Atrof jimjit. Madina ham tinch uxlab yotibdi. Habib yuzini yuvish uchun hammomga bordi. Yuzini sovuq suvda yuvgan bo'lsa-da, oyna bug'landi. Keyin yozuv paydo bo'ldi. Ertaga qilganlaring tovonini to'laysan. Habibning yuragi qo'rquvdan tez ura boshladi. Darhol yuvinish xonasidan chiqdi. Borib Madinaning yoniga cho'zildi. Oxirgi marta ekanligini sezgani uchun qizni mahkam quchoqlab ko'zlarini yumdi. Habib ertalab Madinadan oldin uyg'ondi. Sumka olib, ichiga Madinaning kiyimlarini joyladi. Kiyimlarni tayyorlab bo'lgach, ayolini yuzlardan o'pib uyg'otdi. "Turing uyquchim, turing." Madina zo'rg'a ko'zlarini ochdi. "Habib, siz boshida juda uyquchi edingiz. Tushunmadim. 2 hafta ichida shunchalik o'zgardingizmi? Madi, ertalabdan so'roq qilishni boshlama. O'rningdan turib tayyorlan. Bugun yakshanba-ku. Tayyorlan. Oyingni ko'rgani borasan." "Borgim yo'q. Keling birga vaqt o'tkazaylik." "Madina, uydagilaring seni sog'ingan." Xo'p. Qiz noiloj rozi bo'lib o'rnidan turdi. Birga nonushta qilishgach, Habib Madinani ota uyiga olib borib qo'ydi. Qiz ichkariga kirishdan oldin Habib unga bir sumka kiyimlarni uzatdi. "Bu nima, Habib? Kiyimlaring? Nimaga? 3-4 kun shu yerda qolasan. Men esa komandirovkaga ketaman." "Ketmang, iltimos. Axir..." Madina ko'zlarini mo'ltillatib yoriga qaradi. "Bo'lmaydi, gulim." Habib shunday dedi-yu, Madinani mahkam quchoqlab oldi. Qizning sochlariga yuzini ko'mib chuqur hidladi. "Seni sevaman." Gaplarni tugatib Madinani uyiga kirg'izib yubordi. O'zi o'sha jinoyat qilgan joyi tomon yo'l oldi. Jinoyat bo'lgan joyga bordi. Shahardan uzoq, tashlandiq bino. Tuproq hanuz nam edi. Havo hanuz o'sha hidini saqlab qolgan. Xuddi kechagidek yodida. Habib mashinadan tushib qabr tomon yura boshladi. Kun qoraygan, lekin g'ira-shira yorug'lik bor edi. "Men o'ldirdim. Ha, men!" Qabr yoniga tizzalanib o'tirib baqirdi. Yana o'lgan Madinaning arvohi ko'rindi, lekin bu safar uning yuzida na tabassum, na g'azab aks etib turardi. "Men senga ko'ngil bergandim, xuddi seni Madinani sevganimdek." Arvohning bu gaplarni eshitgan Habibning ko'zlaridan yosh sizib chiqib ketdi. "Men seni o'ldirdim." "Yo'q, sen meni emas, ikkimizni o'ldirding." Sharpa birdan yo'qoldi. Uning o'rniga sovuqlik, qarg'alarning yoqimsiz ovozi, kuchli shamol paydo bo'ldi. Habib telefonni tezda qo'liga oldi. Politsiyaga qo'ng'iroq qildi. "Salom. Men Habib Shahriyorovich. 2 yil oldin daraksiz yo'qolgan Madina
To'ychiyevani qotiliman. Jasad shahar chekkasidagi Nizomiy 2-tor ko'chadagi 13-uy ichida ko'milgan. Politsiya javob bermasdan telefonni o'chirib yerga tashladi. Yo'q, qamoq bilan qutula olmaysan. Arvoh yana paydo bo'lib shivirlab shunday dedi. Keyin Habibga yaqin kela boshladi. Habib bu safar orqaga chekinmadi. Taslim bo'ldi. Bir zumda bo'yni o'zidan o'zi bo'g'ilib nafas ola olmay yerga yiqildi. Politsiya jinoyat joyiga yetib kelganda qabr ustida Habibning jasadi yotardi. Keyin qabrni ochishdi. Haqiqatan ham qizning jasadini topishdi. Habibning o'limiga yurak xuruji degan tashxis qo'yishdi. Bu mash'um voqeadan so'ng oradan 1 yil o'tdi. 1 yildan so'ng Madina qabr yonida yig'lagancha qo'lida chaqalog'i bilan turardi. Habibim, sizni juda sog'indim. Kelmayman degandim, yana keldim. Sizni kechirmayman degandim, lekin ko'zim qiymadi. Har kuni o'sha sumkaga solib qo'ygan xatingizni qayta-qayta o'qiyman. Eng ko'p o'sha o'lgan Madinaga rahmim keladi. Keyin sizga. Siz bu yukni 2 yil qanday ko'tarib yurganingiz haqida o'ylayman. Balki bu tovon edi. Sizning gunohingizning tovoni. Siz har qanday holatda ham hammasini tan olib ketdingiz. Sizni so'nggi nafasimgacha sevaman. Sizdan qolgan yodgorimni asrayman. Sizdek qilib o'stirmayman, chunki uning ayoliga boshimga tushganlarni ravo ko'rmayman. Madina gaplarni tugatib, ko'z yoshlarini artib o'rnidan turdi. Keyin farzandini ko'targancha qabr yonidan uzoqlashishdi. U bu gunohni 2 yil davomida hech kimga aytmadi. O'sha tun xotirasida abadiy muhrlanib qolgandi. Qorong'ulik, ichilgan spirtning achchiq hidi, qizning titragan ovozi. Ertalab esa sukut. Qiz tirik chiqmagan. U esa qo'rquvdan qochib ketgandi. Oradan vaqt o'tdi. U sevdi, uylandi, hayotini to'g'riladim deb o'yladi. Lekin ayrim gunohlar unutilmaydi. Unutilishga imkon berilmaydi. Agar siz hali eshitmagan bundanda qo'rqinchli va hayajonli hikoyalarni eshitmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi yopiq kanalimizga marhamat. Yopiq kanalga kirish havolasi asosiy kanalimizda bor. Rahmat.